Salom o'rtoqlar. Bugungi videoda biz har xil ekstremal layfhaklarni sinab ko'ramiz. Yutqizgan odam 3 ta tuxum ichadi. Oho, yuzim yonib ketardi. Tayyormisizlar? Sizlar bilan Omonxon va video boshlandi. Biz ana bu safargi ekstremal layfhaklarimizni tekshirib ko'rish uchun oldingi videoni tanigансizlar, Shayx, bizning Mirazam akamiz hamma layfhaklarni xullas Brat bilan birga tekshirib ko'ramiz. Hozir spor o'ynaymiz, har birda men o'xshadi, siz o'xshamadi deysiz. Masalan, o'xshamadi deganingiz o'xshamasa, sizga 1, bo'lsa menga 1. Oxirida kim yutqizsa, senlar 3 ta tuxum ichadi. Yutqizgan odam. Ya, 3 ta. Ya men yutqizishimga tayyorman, 3 ta, 3 ta. Men bitta, siz 3 ta bo'pti. Donoski. Donoski. Yutqizgan odam 3 ta tuxum ichadi va birinchi layfhak boshlandi. Xullas, bu layfhakimizda mana shu ikkita bananni mana shu tanga orqali birlashtirib, keyin buni tiqib korobcha zarfga qo'ysa bo'lar ekan. Siz shunga ishonasizmi? O'xshamaydi bo'laysizmi? Fantastika, to'g'ri kelmaydi-yu, aqlga. Lekin esingizda bo'lsa, biz bundan oldingi videoda biz kartoshkani xuddi shunaqa qilgandik va biz menimcha 20 ta kartoshkani ulab qilgandik. Videoni ko'rmagan bo'lsangiz, mana shu turibdi, o'tib ko'ra olinglar va biz boshladik. Tanga orqali, tanga bu ekan. Banan bilan tanga adashtirib yubordim. Xullas. Hop. Shoshmaymiz, buni ham teshib oling. Ikkinchi teshib keyin birlashtirdim. Mana, birlashtirdik. Bile o'xshasa lekin nima qilasiz? O'xshasami? Ya o'xshamaydi-yu. So'z o'xshaydi. Tayyormisizlar? Короче, biz bu videoda nafaqat layfhaklar, balkim sizlar uchun kichik bir kuch sinab ko'radigan eksperiment o'tkazmoqchimiz. Короче de mana raqibim. Day, qarasiz. Bo'ylari qarang. Sekundamir qo'yasiz va biz o'sha birinchi bo'lib kim siz chiqib chiqasizmi? Men o'zim chiqaman. Donoski, day. Ziki. Yat! Давай. Hozir oyoq kiyim zarar ko'rganmidimi? 1, 2, 3 ketdi. Ya, просто knopkani bosdim. O'xshamadi. No, mana balkim ikkinchi banandadir. O'xshamadi. O'ylaymanki, 3-bananni qo'shgan taqdirda ham o'xshamaydi. Xullas, bu layfhak umuman o'xshamadi va biz bunga nechta qo'yamiz? 0 minus. O'rtoqlar, bananda quvvat yo'q deyapti. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bananda quvvat bor. Mana menga quvvat kerak. O'rtoqlar, bu layfhak men uchun 100% ishlamaydi. Chunki rostdan ham qaranglar mana. Hammasi. Kolani ustiga pislatib, buni qilsam qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin? Bu hatto buni itarmaydi, hech qanday itarmayapti-ku. Bo'lishi mumkin. Ochiladi bo'laysizmi? Ha. Chunki qizib ota olishi mumkin tepaga. Xullas, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Hozirroq kommentariyaga tushing va o'z fikringizni hozir yozib qoldiring. Yozib bo'ldingizmi? Unda boshladi. Aytgancha, uy sharoitida hech qachon takrorlab ko'rmanglar. Hazrashdim. Bo'ldi. Ammo sanad uying yonib ketdi. Ko'proq qiling. Bo'ladi, tamom. Bismillah. Oho, yuzim yonib ketardi. Arxinduli bo'ladi. Qoching yuzga otolmayman. Yo'q, ochiq kerak. Sen ketaman. Qaranglar, mana bu yerda bahonam bor. Agarda bu yerda men oyoq kiyim yechganimda, ya'ni hozir oyog'imda qisa olmayman, narxondan chiqqandan keyin. Shu vashi katta qiynadi meni. Buni qo'l bilan chiqdim, nekak shunisi. Qo'l kuch ketib qoldi. Oyoqni siqaman. Tayyormisiz? Okey. Videoni qizingiz ko'ryapti, sharran o'qib qolmang. O'zim ketib qolish mumkin ehtiyot bo'ling. Men uchun 100% ishlamaydi. Bo'lishi mumkin. Qoching yuzga otolmayman. Yo'q. Siz o'xshaydi dedingizmi? Mana. To'xtanglar, ich pallam ketdi-da. Ich parlanganda mana. Va.
Boshqatdan mayli. Как будто bir o'xshamay qoldi 100 tadan bittasida mayli. Lekin mana ham ichlari eribdi-yu. O'rtoqlar, ikkinchi raund. Bundoq turing ha. Ketdim. Bosh xomiy ketib qol. Hamma ketib qolamiz. Sokmayman. Mana shunaqa adrenalinga boy va qiziqarli video roligimda qatnashmoqchimisiz? Unda 3 tagina sharti bor. Birinchi sharti hozir pastga tushing va Omonxon kanaliga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani ustiga bosib qo'ying. Agar siz qo'ng'iroqchani ustiga bosib qo'ysangiz, qachonki mana videom chiqsa, birinchi bo'lib aynan siz ko'rasiz. Ikkinchi sharti, kommentariyaga tushing va o'zingizning eng zo'r kommentariyangizni yozib qoldiring. Uchinchi sharti, meni Instagram va Telegramdan yaxshilab kuzatib boring. Chunki men u ijtimoiy tarmoqlar orqali keyingi videoda chiqadigan ishtirokchilarni aniqlab olaman. Xullas, video davom etadi. Bo'ladi. O'rtoqlar, men sizlarga qanaqasi jillan chaqirish o'rgataman. Qaranglar, hozir sehr qilaman. Ana, O'rtoq emasingizga. shunday bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi, bo'lishi mumkin. Qo'lim yedirib ketdi. Stolga uni qilib ko'rsa-chi. Unaqa qilsangiz taki. Shu stroy. Avval qarang, misolga o'xshamaydi mana. Biza bu lavhaga hamma o'z ayting, mag'lubiyatdan tan olish kerak. Aytgancha bo'lar shayx-ku. Nechi baho qo'ying. Baho 0 yana. 0 mi? Effektiv. No qiziqarli, uyda qilish kerak emas. Hozir siz ham maqtab ham yomonladingiz. Montajni hech kim sezmadimi? Montaj. Reali, men montaj deb o'ylayman. Qolganda onalarda adashgan bo'lishi mumkin. Bu realni o'xshaydi. Aytgancha o'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно like, komment yozamiz. Kutamiz. Reali qoldi. Qo'lim kirmaydi o'yladim. Reali kirar ekan shundoq. Dovda o'qima. Qarang, Marazam aka, boshlashimizdan oldin nima deb o'ylaysiz? Bu o'xshaydi o'xshamaydimi? O'xshaydi bu. Qarang lekin. O'xshaydi. Men farqi 3 ta tuxum. Gapi o'xshaydi. Montaj. Endi o'xshamaydi. Nu hatto salgina bo'lsa ham o'xshasa, qaranglar, mana xuddi shunaqa kesildi va undan keyin bundoq Voy o'xshargan. voy, O'xshargan, natda o'xshargan. Nada o'xshadi. men sal noto'g'ri kesdim просто. O'xshadi. O'xshadi-da. Mayt qilganimmi? O'rtoqlar, qaranglar, bu layfhakka men o'xshaydi deb o'ylayman, chunki haqiqatan men o'zim fizikadan bular O'xshamaydi. Точно. hammasi teyapti bir-biriga. Lekin sekin. Qo'lim qaltiryapti, turg'izolmayman, qo'lim qaltiryapti men просто. Shoshing. Menimcha bizani qoshiqlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. O'zbekiston emas, qaysidir uyda ishlab chiqarilgancha sexda ishlab chiqarilgan. Mana qilamizmi? Tekislaymizmi ham qoshiqlarni? Bo'ladi. Bunaqa hammasini qo'yib chiqishni qiyin. Tangaga to'laveringlar, tangaga oxirgisi. Men bataga ko'tarib ketsa kerak. Oh! Ayni. Forada endi fora. Men o'ta sal teparoqqa chiqdim lekin. Buni qarang menga. Unaqa tushib qo'l ustga. Sekra. Meniki 10 edi. Barajan, men mag'lubiyat tan olmayman. Mayli. Короче, yo, men revansh olaman bulardan. Yana bahs bo'ldi. Yo, bu videoda emas, men tarqalib ko'rib keyingi videoda. O'rtoqlar, xullas, keyingi video tayyor turinglar. Bo'ladi. Shu tayyor turinglar, mashq qilib sizlar chiqishingiz mumkin. O'rtoqlar, hozir ekranda ko'rib turgan kommentariylar o'tgan videoning eng zo'r kommentariyalari. Agar sizni kommentariyingizni ham bundan keyingi videoda ko'rsatishimni xohlasangiz, hoziroq pastga tushing va eng zo'r kommentariyni yozib qoldiring. Video davom etadi. Tangaga to'laveringlar, tangaga oxirgisi. Men bataga ko'tarib ketsa kerak. Oh, bu layfhakka men o'xshaydi deb o'ylayman. Soyani nima bu? Nadirlik qiladi. Serios aytaman, soyam bu.
Brat, bratan. Bo'ldi? Aytdim, bo'lmaydi, dedimi? Bo'lmaydi. Bo'ldim. Hamma shu yoqqa ekan. Erkaliz, tuxum. Akalar revansh qolib ketgan ichida. Ichida gryaz takoy. Karskiy durdi-da. Qarang aka, sen buni kayf qilishingiz uchun tuxumni O'zingiz chaqib bera qoling. chaqib bering. Takoy qilib bering. Laq, просто. Revansh bo'lgan joyda revansh bo'ladi. Безумно можно быть первым. Ikkita ichadigan bo'ldim men. Bittasini bo'lishali, ikkita ichadigan bo'ldim. Ya, uchta. Ikkita bo'ldi, normal. Ikkitami bitta? Qo'shib bilan aralashtir. Ha, mayli, like pastga tashlab qo'yasizlar. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Qalay qolib ketdi. Yaxshi narsa ekan. Ha? Foydali. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Lekin ovozim zo'r bo'ldi. O'rtoqlar, sizlar hech tasavvur qilib ko'rganmisizlar morgda bekimachoq o'ynashni? Bizi O'rta Osiyoda hali qilmagan bu proyektni biz qildik. Ko'rmoqchi bo'lsangiz shuni Mashhur videoga hozirroq o'tinglar. Ciao.